Bugun sizlarga 3 sotuv maydoniga tushgan, fasadi 12,5 metrga tushgan uchastkamizni obzor qilib beramiz. Fasad qismlari travertin, oq travertindan bo'ladi, GT travertindan bo'ladi. 45-50 kvadratga mo'ljallangan mashina turadigan joyimiz, ziloniy zona. Podvolga tushish qismi, podvolda kotelniklarimiz joylashtirilgan, orqasida bitta o'sh qiladigan xonasi ham bor. Uyimizga kiramiz. Uyimizni общий kvadraturasi 370 kvadrat. Bu hol qismi. Televizorni qo'yib bemalol maza qilib ko'rib o'tirsa bo'ladigan joy. Tak, zalimizga kiramiz. Zalimiz ikkita qismga bo'lsa bo'ladigan qilib qilganmiz. Bu yerda televizorni, bu yerda divan kreslo, stol bemalol sig'adi. 9,5 ga adashmasam 540 bo'lishi kerak. Birinchi etaj uchun общий sanuzel. Endi mana bu kuxnyani ko'ringlar. Kuxnyani kattaligini maza qilib opa-singillarimiz bu yerda yayrab maza qilib ovqatlar pishirishadi. G holatda shkaflarimiz mo'ljallangan, o'rtada o'z tarafi televizor qo'yishlar ham bo'ladi bemalol. Orqa hovlini ko'rsatib oldin bitta mana birinchi etajdagi spalnimizni ko'rsataylik. Ranglariga e'tibor beringlar. Keyin ayniqsa yosh kattalar uchun shunaqa chiroyli yechim qilingan bu yerda. Bu yerda oynalar bo'ladi, reflektorli oynalar qo'yiladi. Dush mana bu yerda o'tirib olib, maza qilib cho'milishsa ham bo'ladi. Yosh kattalar uchun ayniqsa kerak deb o'ylayman men. Orqa hovlini ham bitta ko'rsatib ketaylik bu yoqda. Hozir adashmasam ustalarimiz ishlayapti bu yoqda. Xudo xolisa fasadlarni ham boshlaymiz ertaga. Bu yoqga letniy kuxnyalarni joylashtirsa bo'ladi. Kuxnyadan ham bitta oyna eshik qo'yilgan, orqa hovliga chiqsak bo'ladi. Ikkinchi etajni ham ko'ramiz, ketdik. Bu ikkinchi qavatimiz uchun bitta hol qilingan. Televizorni, divan kreslolarni qo'yib, maza qilib dam olib o'tirsa bo'ladi. Va balkonimizga ham chiqsa bo'ladi bu yerdan. Endi eng kerakligi ikkinchi etajda родительский spalni. 6 ga 5,5 adashmasam katta qilib qilingan. Garderoblarimiz ham shu родительскийga mo'ljallab qo'yilgan. Kattagina garderob. O'zini sanuzullari bor ichkarida bu yerda ham. Ikkinchi etajga 3 ta xona mo'ljallaganmiz. Har bitta xonaning o'zining sanuzuli bor. E'tibor beringlar. Mana bu spalnimiz ham katta. Hali oxiriga yetib kelmagan, lekin xudo xolisa bitiraveramiz. Endi detskiy xonamizga ham kiramiz. Oynalarni qaranglar, kattaligini. Bu sanuzullarimiz ham bitgan o'sha. Uyimizni ko'rkini ochadigan mana zinalarimizni ham ko'ryapsizlar, mustahkam qilingan. Osnovasi yong'oqdan. Keyin har doim bitta narsaga e'tibor berish kerak. Oynalarimizni ko'ryapsizlar, panoramik katta oynalar. Bu men o'ylashim bo'yicha har bir xonadonga kerakli narsa deb o'ylayman. Birinchi har doim olayotgan klientlar bitta narsaga e'tibor bermaydi, uy osnovasiga. Uy osnovasi bu yerda lentichnik quyilmagan. 175 kvadrat bo'lsa, 175 kvadrat seli podushka qo'yilgan. Kolonna rigalarimiz 40-40 dom stilida ishlangan. Pishgang'ich har doim. Keyin fasadlarimizga keladigan bo'lsak, fasadlarimiz xudo xolisa oq travertin bilan tasavvur qilsanglar, menimcha juda chiroyli bo'ladi. Akalarim kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sifatli ustalar sizlarning xonadoninglarni qurib beradi. Eng qizig'i 250 kvadratgacha bo'lgan uchastkani interyer dizaynerlarini mutlaq bepulga qilib beramiz.